Darvozabonlar nafaqat zarbalarni qaytarishdi, balki vaqtni ham to'xtatishdi. Bular barcha davrlarning eng yaxshi 5 ta darvozabonlari. 5-raqam Petr Chech. O'zining mashhur shlemi va imkonsiz reaksiyasi bilan Chelsea devori, haqiqiy Premier Liga afsonasi. 4-raqam Manuel Neuer. Zamonaviy futbolni ostin-ustun qilgan darvozabon. Birinchi bo'lib libero kabi o'ynaydi. Tez, jasur va har doim bir qadam oldinda. Jahon chempioni va Bayernning shubhasiz yetakchisi. 3-o'rin Iker Casillas. Ispan orzularini saqlovchi, oltin avlod ramzi. 1 marta jahon chempionati, 2 Yevropa chempionati va mo'jizadek ko'ringan qutqaruvlar. 2-o'rin Gianluigi Buffon. Italyan gladiatori. Eng yuqori darajada 20 yildan ortiq ishlagan. Ishtiyoq, yetakchilik va barqarorlikning abadiy namunasi. Va 1-o'rinda abadiy darvozabon. Taqdirni to'xtata oladigan yagona odam. U Black Arachne deb atalgan. Tarixda Ballon d'Or mukofotini olgan yagona darvozabon. Kim haqida gapirayotganimizni bilasanmi? Izohlarda yozing.